Ozonox apparati O'zbekiston Respublikasi Farim komitetining ruxsatnomasini olgan. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi SESning ruxsatnomalarini ham olgan. Ozonox brendi ostidagi O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan ozonatordan bugungi kunda foydalanib kelmoqdamiz. Buni afzallik tomonlari shundan iboratki, bizlardagi xonadagi kislorodimizni O3, ya'ni ozonga aylantirib, o'sha xonada bo'lgan barcha bakteriyalarni raspadiga, ya'ni bakteriyalarning o'limiga olib keladi. Bu birinchi funksiyasi hisoblanadi. Ikkinchi funksiyasi bizlar buni yana stomatologiyada og'iz bo'shlig'ida ishlatyapmiz. Buni bizlar Samarqand davlat tibbiyot universiteti stomatologiya fakulteti dekani hurmatli Alisher Astanovich bilan birgalikda razrabotka qildikda, stomatologiyada qo'llashga sharoit yaratib, shlanglar qo'shib, aynan o'sha profilaktika, lecheniya, undan tashqari o'sha og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalarni kamaytirish maqsadida bizlar shu narsani yaratdik. Ozonox apparati juda ham energiya tejam hisoblanadi. Kvartsiyev lampadan farqi shundaki, bu xonaning barcha joylariga yetib boradi, gaz sifatida yetib boradi. Kvartsiyev lampani gapiradigan bo'lsak, u nur berishi hisobiga o'sha nur tushmaydigan, ya'ni soya bo'lib turgan joylarda uning nuri tushmagandan keyin o'sha joylarda bakteriyalar o'limi bo'lmaydi. Hammamiz bilamizki, ozon ko'p miqdorda bo'ladigan bo'lsa, xonada ham, og'iz bo'shlig'ida ham o'sha bakteriyalarni qobig'ini yemirish xususiyatiga ega. Bakteriologik izlanishlar qildik va shu izlanishlarda bizlarda og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalar maksimal darajada kamaganini bizlar ko'rib chiqdik. Bundan tashqari Ozonox apparati faqat stomatologiyada emas, ya'ni boshqa sohalarda ham qo'llanib kelinmoqda. Maqolalarda yozilishicha, biz maqolalarda ko'rib chiqqanimizda o'sha yerda viruslar haqida informatsiyani oldik va gepatit, undan tashqari VICH infeksiyalar, koronaviruslarni 100% gacha o'ldirish xususiyatiga ega deb yozib chiqqan. Bunda qo'llanilganda qanaqa? U 100% o'ldirish aynan o'sha muhitni tozalab beradi bizlarga. Xirurglarga juda ham muhim joyi xirurgik xonalarni juda ham tozalab berish. Gnoyniy xirurgiya, travmatologiya, plastikoviy operatsiyalar qilinayotgan operatsion xonalarda ozonatorni ishlatish juda ham katta rol o'ynayapti. Chunki biz bilamizki, gnoyniy xirurgiyadan keyin, ya'ni o'sha yiringli xirurgiyani bizlar qilganimizdan keyin o'choq xonaga tarqalib ketadi. Ya'ni biz o'choqni ochib, bizlar tarqatishga yo'l beramiz. Shuni hisobiga yiringli xirurgiyani qilganimizdan keyin bu apparatni qo'yadigan bo'lsak, apparat nafaqat o'sha xonadagi bakteriyalarni butunlay o'ldirish, ya'ni o'sha yiringdan keyingi qo'lansa hidni ham yo'qotish xususiyatiga ega ekanligini ko'rsatib beryapti. Operatsiyadan oldin 1 soat vaqtga qo'yadigan bo'lsak, o'sha xonadagi barcha joyda joylashgan bakteriyalarni 100% o'ldirib, bizlarga toza, steril xona qilib berishga imkoniyat beryapti. Nafaqat xirurgik operatsion xonalar, balki o'sha palatalarda bizlar bemorlarimiz 2 talab, 3 talab odam yotganda har xil kasallik bilan yotadi. Ya'ni u yerda bakteriyalarning ko'payishi rivojlanadi. Shuni hisobiga buni palatalarda ishlatadigan bo'lsak ham, bemorlar ketgandan keyin o'sha xonadagi bakteriyalarni yo'qotish xususiyatiga ega ekanligini ko'rsatib beryapti.